Nodira 7597 nomli kuzatuvchimizdan kelgan savol. Assalomu alaykum doktor. Mani bolam 7 oylik. Antibiotiklarga allergiya, siroplar, dorilar rangi bo'lsa, ichganda darrov yo'tal tutib, aksirib, burnidan rangsiz suv kelib qoladi. 4 oylik vaqtda izikatsindan reaksiya bergan edi. Rivojlanish vazni ham ortga qaytib ketdi. Bu kuzatuvchimizga shuni aytishimiz mumkinki, bunaqa holatlar ko'plab moddalarga nisbatan allergiyalar turiga kiradi, ya'ni polivalent allergiyalar. Bu nimaga paydo bo'ladi? Birinchidan, ham siroplar va tabletkalar yoki antibiotiklar tarkibidagi hamma narsa sun'iy hisoblanadi. Bu immun tizimi tomonidan begona deb qabul qilinadi va unga reaksiya bermoqda. Buni kelib chiqishining asosiy sababi o'zi shu narsani aytib o'tish kerakki, 2-3 yoshgacha bo'lgan bolalardagi har qanday allergiyalarni ovqat allergiyasi deb qarash kerak. Mana shu bolada kuzatilayotgan turgan mana siroplar ichgandagi yoki antibiotiklarga nisbatan kuzatilayotgan turgan allergiyalar ham ovqat allergiyasi fonida kechadi. Ovqat allergiyasini paydo qiladigan narsa bu oshqozon ichak faoliyatidagi buzilishlar. Immuniy nimadir yegandan keyin bola kasal bo'lib qolishi shart emas. Siz yaxshi pediatr yoki gastroenterolog topib, bolani oshqozon ichak faoliyatidagi muammolarini bartaraf qiling. Bolani oshqozon ichagi yaxshi bo'lishi, to'g'ri ovqatlanishi, agar emizikli bo'lsa, ham ona ham bolani oshqozon ichagidagi muammolar bartaraf qilinishi bilan birga allergik holatlar va shunga o'xshagan dorilarga nisbatan kuzatiladigan allergiyalar keyinchalik butunlay o'tib ketadi. E'tiboringiz uchun rahmat.